أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, velhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Sure Enfal tefsirinin devamı. 54. ayet. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala 54. ayette yanıla kafirlerin adetini tekrarlavadıdı. Tekrarlaştıkı məqsəd onların teximi sədləşdiriş və teximi kayiş. Allah onların qılmışlarını, adetini ayıpləb şundaq deydi ki, Firavun cəməsi və onlardan burunqularının adeti oxşaydı ki, kafirlerin adeti, onların işi, ular Pərverdigarının ayetlərini inkar qılğan. Günahlar tüpəylidən onlarını halaq qıldıq. Firavun cəmasini deniz g'arq qilib o'tdik. Ularning hammasi o'zlariga zulm qilguvchi qavm bo'lgan edi. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo buning sababi deb yana bir qatim takrorladi. Ularning odati deb yana bir qatim takrorladi. Ya takrorlashga maqsad hozir deb o'tgandek, ularga texmbek koyish, ularni qilmishlarini satga o'stish. Bularning ahvoli ilgirki Allohning oyatlarini yolg'on chiqargan, oxirat kuniga ishonmaydigan kofirlarning holatiga o'xshash. Ular ahvolini o'zgartgan. Yani Allah ularga ato qilgan ne'matni o'zgartgan chog'da Allohmi ularga bergan ne'matini tortib oldi. Shuning bilan gunohlar tufaylidan ularni halok qildik. Ba'zilarini qattiq ovoz bilan, bo'ronlar bilan, ba'zilarini yerga yutqizib o'tish orqali, ba'zilarini osmondan tosh yog'dirish orqali, ba'zilarini dengizga g'arq qilib o'tish orqali ularni gunohlar sababidan halok qilib o'tdik. Fir'avn oilasini, Fir'avn jamoasini Fir'avn jamoasi deganimiz Fir'avn va uning atrofidagi qavmni ko'z tutdi. Fir'avn bilan birlashib yurgan qavmni ko'z tutdi. Ularni biz dengizga g'arq qilib halok qildik. Ularning hammasi zolimlardan bo'lgan edi. Yani Allohning oyatlarini yolg'onga chiqaradigan kishilar kufr va ma'siyat bilan o'zlariga zulm qilgan. Chunki kufri va ma'siyat orqali özlerini Allah'ın azabına doğrulagan kişiler. İnne şerred devâbbi indallâhillezîne keferû fehum lâ yu'minûn. Allah'ın nazarda hayvanlarının en yamani kafir boğanlardır deydi. Onlar iman etmeydi. Yani bu yerdeki davab diyen kelime her bir ziminde medirlab mengib yurgan, harakat qilib yurgan maxluqotni ko'rsatadi. Allohning ilmi, Allohning hikmati bilan zaminda medirlab yurgan maxluqotlarning eng yomoni kofirlar. Ular iymon etmaydi, ya'ni kufrda ching turib oladi. Ular kufrga cho'kib ketgan. Uningdan iymon etishni umid qilish mumkin emas. Shuning uchun Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuma bu oyat haqida bu Bani Qurayza Yahudilar haqida tushgan degan. Yani bu ayet Bani Qurayza Yahudilar haqida tushgan. Bularning ichidan Ka'b ibn Ashraf batdi va yana Ka'b ibn Ashrafningki hamrohlarim batdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ular bilan ahda qilishgan, sulhilashgan. Payg'ambar alayhisalom bilan urush qilmaslik haqida. Biroq ular ahdini buzgan. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. Amin Allah Taala bu oyatda eng nachar kishilar kimligini mundaq bizga sifatlab berdi. Sen ular bilan sulh qilding, ahd qilishding. Ondan ular ahdini har qatim buzib Allah Taaladan qo'rqmaydigan kishilardir deydi. Ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallam sen ular bilan ularning sana qarshi kofirlar bilan hamkorlashmasliklari, kofirlarga yordam bermasliklari maqsadida Bani Qurayza bilan sulh tuzding, to'xtam tuzding, biroq ular har qatim ahdini buzdi deydi. Ular Allohdan qo'rqmaydi. Ahdini buzishda Allohdan qo'rqmaylar buzdi. Tafsirshunos olimlar shundoq degan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam
Banu Qurayza bilan, Banu Qurayza Yahudiler bilan Payg'ambar alayhisolamga qarshi urush qilmaslik, Payg'ambar alayhisolamga qarshi turishda mushriklarga yordam bermaslik, mushriklar bilan hamkorlashmaslik haqida ahd qilishgan, sulh tuzishgan. Biroq ular ahdini buzib, Badr kunida Makka kofirlariga qurol-yarog' yordam qilgan. Anan aqidin biz ahdini unutib qopdiq, xatolashibdiq deb qaytadan to'xtamlashganda ular yana ahdini buzgan. Xandak kuni kofirlar yana mayli bo'lib kofirlar bilan birlashib olgan. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Endi bundan keyingi oyatlarda Alloh taolo kofirlar qanday muomala qilish haqida yo'l yo'riq berib, mundaq deydi. Agar urushda ular ustidan g'alaba qilsang, kendilerinin qechib ketishi va ibrat elish uchun ularni qattiq jazolag'in. Ya'ni kofirlarga shunda qattiq qo'l bo'lganki, jangda yengilsang, boshqalar ibrat olsin. Bundan keyin musulmonlarga qarshi chiqishga, san qarshi chiqishga qat'iy jur'at qilolmaydigan darajada qo'rqib ketsin deydi. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, agar sen ahd tuzishgan qavmdan xiyonatni sezsang, xiyonat alomatlarini bayqasang, ularning ahdisini ularga barobar tashlab bergin. Allah xoinlarni yaxshi ko'rmaydi. Ya'ni sen qarshi tarafdan xiyonatni bayqagandan keyin ularga tuyuqsiz hujum qilmasdan, balki ahdining buzilganligini ularga bildirib qo'yib, ondan hujum qilsang, urush qilsang bo'ladi. Ya'ni qarshi tarafga ahdining buzilganligini deb bergin. Ya'ni qarshi tarafga sizlar avval ahdini buzib sizlar shunga qaratib bizmi ahdini buzdik, o'ttirimizda sulh degan narsa qolmadi deb sulhisini tashlab bergin. Alim Nuhas shunday deydi, bu Qur'on Karimning nihoyat mo'jizalik jumlalarining qatorida hisoblanadi. Chunki bu gap nurg'unlagan ma'nolarni o'z ichiga olgan, o'zi qisqa bo'lsa-mu garchi. Ya'ni sen ahd to'xtamba, kelishimba qavmdan xiyonatni bayqasang, ularga ahdini tashlab bergan. Ya'ni ularga men ahdini sizlarga tashlab berma. Men bu ahddan chiqdim. Men sizlar bilan jang qilaman deb bildirib qo'ygan. Qarshi tarafni bilib qolsin. Agar ularga bildirmaylam tuyuqsiz hujum qilsang, bular musulmonlar ahdisida bek turdi deb o'ylagan ahvolasida hujum qilsang, shuning bilan ular senimi xiyonatchi deb o'ylab qoladi. Alloh xoinlarni yaxshi ko'rmaydi. Bu oxirgi jumla ilgirgi ahdisini tashlab berish haqidagi bayonlarning sababidek, ta'lildek, ya'ni sababini bayon qilayotgandek. Sababi Allah ahd tutmaydigan, omonat xiyonat qiladigan xoinlarni yaxshi ko'rmaganligi uchun senmi ahdini tashlab ber. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. Kafirlar biz qechib qutuldik deb o'ylab qolmasin. Ular Allohni ojiz qilolmaydi. Ya'ni Allohning jazosidan hargiz qechib qutulanmaydi. Ya'ni Badr kuni o'ldirilmay qilib qechib ketgan kafirlar biz qechib qutuldik deb o'ylab qolmasin. Balki ular bizning alqinimizda qolgan vaqtda biz ularni jazolaymiz. Qolgan vaqtda ularning tekkisini beramiz. Ular Allohning jazosidan qechib qutulanmaydi. Allah'ın aziz qılanmaydı. Asman zimindeki qandaq bir şeyi Allah'ın nazridan, Allah'ın xalışidan qutulanmaydı. Allah Taala xalqa vaqtlarını intiqam elishqa, ularni jazolashqa qodir. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Düşmanlarınlar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelishicha kuch-quvvat, moddiy ma'naviy jihatdan kuch-quvvat va jang etib tayyorlanglar. Bu orqali düşmanlaringlarni va Allohning dushmanini, sizlarning dushmanlaringlarni qo'rqitsizlar va ulardan boshqa sizlar bilmaydigan, Alloh biladigan dushmanlarni qo'rqitsizlar. Sizlar Alloh yo'lida qanday narsa chiqim qilmanglar, uning ajri mukofoti sizlarga to'liq beriladi. Va sizlar zulm qilinmaysizlar. Uning ajri qilchilik kemayib ketmaydi. Ya'ni kafirlarga qarshi, Allohning dushmanlariga qarshi, musulmonlarning dushmanlariga qarshi moddiy va ma'naviy jihatdan hazırlık ko'ringlar, tayyorlik qilinglar. Ash-Shihab rahimahulloh shundoq degan, bu yerda kuch-quvvat tayyorlanglar deb tilg'aldi Alloh taolo. Chunki musulmonlar Badr kunida tayyorliqsizlik chiqib qolgan. Biroq Badr kuniga o'xshash tayyorliqsiz holatdagi bunday g'alaba har vaqt kelavermaydi. Shunga tayyorlik holatida turinglar, dushmanlaringlar sizlarga tuyuqsiz hujum qilib qolmasin. Ve Allah yolida bağlaydigan atlarni, yani jangga chiqadigan atlarni tayyorlanglar. Bu orqali shu kuch-quvvat orqali kafirlarni, Allohning dushmanlarini va dushmanlaringlarni ulardan boshqa yana sizlar bilmaydigan, Alloh biladigan dushmanlarni qo'rqitisizlar. Ibn Zayd shundoq deydi, ular munofiqlar edi. Mujahid shundoq deydi, ular Banu Qurayza yahudiylar edi. Ibn Zaydning gapi to'g'riroq, ya'ni munofiqlar. Chunki bu yerda Alloh taolo ularni sizlar bilmaysizlar, Alloh biladi deb qo'ydi. Shuning uchun ular munofiqlarni ko'rsatganligi to'g'riga yaqin. Mayli Alloh yo'liga jihad bo'lsin va yoki boshqa yaxshilik yo'llari bo'lsin, sizlar Alloh yo'lida chiqim qilgan har qanday bir chiqim, uning ajri qiyomat kuni to'liq beriladi. Bu ajrdan hech qanday kamaytirilmaydi.